qarindoshlarimiz International Human Rights, hammalarninki Committee on Foreign ro'za Affairs yetigan and bir International muborak Development, bo'lsin. and the Vice Chair Navbatda of Dunyo Uyg'ur Scrutiny of the qurultiyi Regulations Committee. He has been co-chair of the bipartisan Canadian borayotgan Uyghur Parliamentary Friendship Group and one of the leading voices in Canada and within the Canadian Liberal 2022 Party yillik on Sharq Uyghur human Turkiston rights, which has already led to the adoption of a 2022 motion yillik Sharq recognizing the Uyghur Turkistondagi genocide inson in haqlari 2020. doklatininki e'lon Rafael qilish Vianadali yig'inining naq has worked at the maydoni International Service for Human man Rights since g'ayri 2018 qurban and currently holds the sizlarga position bu of China yig'inninki and asosiy Latin mazmunni American advocate. yetkazishga Rafael is tirishiman. responsible for the ISHR's monitoring and advocacy on China at the United Nations Human Rights Council and provides support to Chinese, Uyghur, Tibetan, and Hong Kong human rights defenders. Növbətdə torda elib borayotgan Dünya Uyğur Qurultayınınki 2022 yillik inson haqlari dokladini e'lon qilish yig'ini biroz avval boshlandi. Dünya Uyğur Qurultayı Brussel ishxonasininki mudiri Kuhn Stop efendi yig'inga kirish so'zini qabatidi. Bu yig'inimizga qatnashgan aziz mehmonlardan Kanadada 10 mingga yaqin Uyg'ur muhojirlarini Kanadaga akirib yerlantirish qarorini olgan, xizmatiga aktiv ovoz qo'shib boshlamchilik qilgan Uyg'urlarning yaqin do'sti Kanada parlament a'zosi hurmatlik Zubayri efendi va shundaqla xalqaro inson haqlari yordam va mulozimat tashkilotininki xodimi Rafael David efendi. He was a former student leader of pro-democracy protests at Xinjiang University in 1988 and founded the Student Science and Culture Union at the university, working on programs to eliminate illiteracy, promote science. Ve şundaqla xalqaro qul emgakka qarshi tashkilotininki direktori Helena Hanım ve şundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayınınki reisi Dolqun Aysa efendi ve program yetakchisi Zumrattay Hanım qatarlıq köpligen qatnaşqıçılar yig'inga ishtirok qilmoqda. Without further ado, Dolqun, the floor is yours for opening remarks. Well, thank you, Kun. Thank you for your nice introduction. Assalamu alaikum, yurttaşlar. Hemen onun eğitimi mübarek olsun. Good afternoon, everyone. Happy Eid. I would like to welcome all of you to this online panel discussion. Today we are launching. Dolqun Aysa efendi, Dünya Uyg'ur Qurultayınınki reisi Dolqun Aysa efendi söz elib yig'inga o'zininki kirish so'zini taqdim qilmoqda. 2000 Dünya Uyg'ur efendi so'zida 2022 yilninki Uyg'ur xalqininki beshiga qattiq kulfatlar kelgan Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik izchil davom qilayotgan qabohatlik bir yil bo'ldi. Xitoy hokimiyatininki Uyg'urlarga ilib borgan irqiy qirg'inchiligi mayli ko'lam jihatdan bo'lsin va yoki ig'irlik va yoki vahshiyonlik tarafidan bo'lsin, inson qalbidan chiqqan bir qabohatlik irqiy qirg'inchilik bo'ldi deyalaymiz. O'tgan yillardan maydonga kelgan Xitoy hukumatininki maxfiy hujjatlardan jumladan xalqaro matbuotlarda keng ko'lamda tarqalgan Xinjiang saqchi hujjatlari qatorliq ichki materiallardan dunyo xalqi Xitoy hokimiyatininki Uyg'urlarga qandoq bir
irqiy qirg'inchilik ilib borayotganligini ko'rib yetildi. Şinjan saqchi hujjatlarida e'lon qilingan ko'plagan paketlik materiallar türmelerge solangan Uygurlarninki çırayları, ularninki türmelerninki ceza lagerlerinin işide insan kılıbıdan çıkan muamelege uçurgan kılmışları, kıyın kıstak uçurgan kılmışları, ularninki kabahatlik ahvallarından Xitay hükümetininki Uygurlarga ilip durbatkan kırgınçılığa Uygurlar ilip durbatkan kırgınçılığa mühim bir paketler bilen təminlədi. Ötken yıl yana Xitay hakimiyyətinin şunca tosqunluqqa qarmay Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hakları Komissiyonu'nunki işten ayrılgan, vazifesinden ayrılgan baş komissarı Başaret Hanım Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nınki Uygur vaziyeti hakkında ilan kılgan dokulatı ahire meydan royap çıktı ve şu arkalık Xitay hakimiyyətininki Uygurlarga yüzüvatkan kırgınçılığı ve insaniyetke karşı cinayeti bir paket süpütüde xalqara sahnede resmi turg'izilgan bo'ldi. Dünya Uygur Kurultayı Uygur kırgınçılığını dünya siyasi sahnesinde itirafı ilgiz üçün köplegen tirişallıklarını ilip beldi ve şundan şu tirişallıklarının ki bir kısmı süptüde Dünya Uygur Kurultayı nöbette Şivisiye'de bir hizmet grupusunu teşkillep etip gelip bir yerde Dünya Uygur Kurultayı'nınki dokulatını takdim kılış bilen birlikte Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nınki dokulatlarını ve paketlerini oturup koyuş arkalık Şivisiye hükümetinin Xitaylarning Uygurlarga qaratgan siyosatining irqiy qirg'inchilik bo'lganligini e'tirof qilish to'g'risida xizmatlarni olib bormoqda. I think it's also very clear from the findings of the report that there's still a lot of work still needs to be done. And one of the many things that the report talks about is China's increasing transnational repression and how this is really a development, I think, that has really risen to the core of the agenda also for the Uyghur community in the last few years. To open a panel discussion and Dünya Uygur Kurultayı Brüssel işxanasındaki müdiri Kun Efendi söhbətninki başlanğanlığını jakaladı və şundaqla Kanada parlament əzası Uygurlarninki qimmatlik dostu Kanada parlamentida 10 mingdan ortiq Uygur muhacirlərini Kanadaga akilib yerləştiriş qanun layihəsininki oturup qoyğan və onunğa mühim işləyən Zübeyri Efendimni sözü təklif qıldı. Allies for being here to speaking in the panel, supporting the Uyghur community in your countries, in your regions of the world. In terms of the motion that we have adopted in the House of Commons as of February of this year, this motion has Zübeyir Efendi özününki Kanada parlamentoga sunğan ve köp tirişçiliklar arqılıq Kanada parlamentininki bütün əzalarınınki bir tutaş avaz berişi bilen qararını ötken Uygur muhacirlerini Kanadaga akilib yerləştirish programması qanun layihəsi haqqında yana bir qitim tushuncha berib atadi. Bu qanun layihəsininki növbətdə yürüz berib atqan
Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi nihoyatda muhim simvollik va amaliy bir simvollik va amaliy bir qonun loyihasi bo'lganligini Kanadaninki dunyodagi inson haqlarini ega chiqadigan demokratik haqlarni qo'llaydigan bir davlat bo'lish sifati bilan o'zininki mana shundoq irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan mezgilda o'zininki davlat prinsipiga mas holda qo'llanilgan mas holda ilib borgan o'zininki xalqaro qonunlar va shundoqlar and to ask them to xalqaro qonunlar va shundoqlar xalqaro qonunlar va o'zininki davlat qurish prinsipiga asosan mezgiga holda ilib borgan muhim bir qaror bo'lib chiqargan qaror bo'lib hisoblandi. to have these atrocities stop. Once they do stop, once the government of China stops them, we will take no issue. But until then, we will continue to advocate clearly, bravely and courageously on these issues. Zübeyir Efendi Uyghur qırğınçılığınınki ne kadar bir içinişlik bir vaka boğallıklarını ve özününki şu Uyghur qırğınçılığını tonuş, onun boğan onun histaşlıqның şekilleniş jarayonida boğan özününki sergüzeştirini, hesaplarını bizden ortaklaştı. Onunki şu Kanada matbuatlarında köygen Uyg'urlar haqidagi içinişlik haberler ve şundaqlar Uyg'urlar o'zi tanıydigan Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatlar orqali bu Uyg'ur qirg'inchiligini cho'nqur tanib yetganligini va bu qirg'inchilikni to'xtatishni o'zininki bir insoniy va vijdoniy majburiyati ekanligini tanib yetganligini va buningda cho'qim xizmat qilishning zaruriyati bo'lganligini jamoatlar bilan o'rtoqlashdi ve onunki ve dedi ki bu Uyghur muhacirlerini Kanada'ya eklep yerleştiriş şu Uyghur qirg'inchiligiga qarta çıkargan mühim inkaslarning birisi deb oturdu. Çünkü Xitoylar o'zininki chegarasi ichida Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilib bir paytda vatan Xitoydan sirtida nurg'unlagan Uyg'urlar haqiqiy bir bexatarlikka erish imkoniyatidan qolib qoldi. Ular dünyanın her yerlerinde sersan sergerden bulup yaşamak mecbur oldu. Cümleden Tayland'da Uygurlar bir kısım Uygurlar ağır musibette ve kıyınçılıkta yaşayatıdı. Şunun için bir yerde cümleden vatanning sirtida yashayotgan muhojiratdagi qiyinchilikda yurgizayotgan Uyg'urlarga bir ega chiqish nihoyatda muhim. Mayli simvollik jihatdan bo'lmasin, mayli ularning amaliy qiyinchilikni amaliy jihatdan bo'lsin, nihoyatda muhim deb o'tirildi. Bu karar çıkkandan keyin bu kararını amaliylashtirish haqida amaliy qadamlar ciddi qadamlar ilib bormoqda. Biz Kanada hukumatiga 2023 yil 2024 yil bu Uyg'urlarni yerlashtirish masalasi haqida amaliy bütçe hazırlab sunduq. Ve şununla birlikte Uyghur qul emgek meselesinden ki muhimliğini eskertip etti. Garip devletleri Xitay Uyghur qul emgekini işletiş arqılıq işlep çıqqan azam mahsulotlarni işletiş arqılıq Xitay karxanalarını Uyg'urlarning qon tarbiyaligiga pul tepish imkoniyati bilan ta'minlayotdi. Bu qabul qilolmaydigan bir haqiqat. Jumladan Kanada inson haqlarini hurmat qiladigan, inson haqlarini qo'g'daydigan, emgak huquqlariga ega chiqadigan va qo'g'daydigan bir mas'uliyatchan davlat bo'lish sifati bilan bu yerda Kanadani Xitoyda Uyg'ur qo'l emgaki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Kanadaga kirishini cho'qim to'sish kerak. Bu jarayonda amaliy qadamlar ilinyotdi. Kon Efendi, Zübeyir Efendi'ninki
Uyg'urlarning huquqlarini qo'g'dash, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish va ularga ma'naviy va amaliy jihatdan yordam qilish yo'lida etgan butun tirishchanliklariga olqish keltirdiganligini Uyg'ur xalqininki Zubayra apandininki mana shunday qiyin mezgillarda o'ziga esdashlik bo'lganligi va qo'lidan kelgan yordamni qilganligi uchun to'liq qirindiganligi, so'ydiganligi va buni u dunyo bundan unutmaydiganligini eskartib o'tdi. That the report also highlights. Maybe to ask one brief follow-up question on the M62 bill, you've also already briefly Ve şununla birlikte bu 1,000 Uyghurs to Canada, starting in bunun başka yana şu Kanada devletininki qandaq yana amaliy tedbirlarni qo'llash yo'lida tirikchiliklar ko'rsatayotganligini va buningki ijtimoiy tashkilotlarningki qandaq hamkorlashishiningki zaruriyati va imkoniyati borliq to'g'riliq savol so'radi. That's a great question. So in terms of concrete steps, I'm working Zubayra apandi bu savolni nihoyatda muhim bir savol bo'lganligini eskartish bilan birlikda and I personally am, and all of us, I should say, are focused on making this happen. I think it's important for people to continue to monitor. Kanada devletininki ve bu şu meyli Uygur kul emgekçinin toxtutish meselesi olsun yoki Uygur muhacirlerinki Kanadaga kirib yerleşish meselesi bo'lsin, bir yerda Kanadaga kirib yerleşish meselesi bo'lsin, bir yerda hukumatninki jiddiy tadbir qo'llash shuninki muhimligini eskartish bilan birlikda bir yerda ijtimoiy tashkilotlarninki xalq hukumat tashkilotlarninki hukumatga bo'lgan besimini to'xtatib qo'ymasligini, hukumatninki o'zi bergan bu va'dalarga chiqqan qarorlarga ega chiqishi va ularni amaliylashtirish haqida texmo javob amaliylashtishninki to'xtatib qo'ymasligini, qadamlarni tizishga davomli qilib turish kerak, uni besim ishlatib turish kerak, shuningki muhimligini eskartdi. Onundan başqa Zubayra apandi yana bu ümitninki nihoyatda muhim bir omil ekanligini, Uyg'ur qirg'inchiligidan to'xtatish, Uyg'urlarninki haq huquqlarini qo'lga keltirish yo'lida bu ümitni har vaqt saqlab qolishninki nihoyatda muhimligini, umidvor yashash kerakligini, xalqaro jamiyatda Uyg'ur qirg'inchilik bo'lgan tutunishning kuchayotganligini, xalqaro Uyg'urlarning do'stlarninki chiqayotganligini, shuning uchun Uyg'ur xalqininki bu gerçi vaziyat nihoyatda ig'ir külpetlik olsun, lekin bu o'zininki haq huquqini hamma bir kun erishadiganligi bo'lgan ishonchisini ko'rashdan to'xtab qo'ymasligini talab qildi va umid qildi. Moving on to another way in which governments have been responding to the Uyghur genocide is also by making sure that Uyghur labor products. Kun efendi bu Dünya Kurultayı'nınki yangi e'lon qilgan dokladida Uyg'ur qirg'inchiligini o'tirib qo'yish bilan birlikda yana bu Uyg'ur qul emgak masalasininki nihoyatda muhim bir masala sifatida o'tirib qo'yilayotganligini o'tirib qo'ydi. Linking various industries to these human rights abuses. In June 2022, the Uyghur Forced Labor Prevention Act came into force in the United States, which bans all imports from the Uyghur region. And in September, the European Commission published its proposal for a regulation prohibiting products made with forced labor Kun efendi on the EU market. I'd like to turn to you, Helen. Kun efendi xalqaro qul emgakka qarshi tashkilotininki mudiri Helena xonimdan bu ularninki navbatda Uyg'ur qul emgak masalasini to'xtatish haqida qandaq xizmatlarni olib borayotganligi, jumladan Yevropa ittifoqi sohasida bu masalada amaliy tadbirlar qo'llash uchun nimalarni qilayotganligi to'g'riliq savollarni so'radi. Yevropa parlament Yevropa ittifoqi sohasida
Yevropa Komisyonu'ga, Yevropa bu teşkilatınki Yevropa Komisyonu'ga bu Uyghur qul emgek meselesini to'xtatish haqida aniq va konkret takliflarni sungan o'tirib qo'ydi. Cümleden bunun içinde bu Uyghur qul emgekininki şu iqtisodniki har taraflaridagi bo'lgan chetishliq ekanligini ochiqlash, yo'ritib berish haqida ko'p xizmatlarni olib borganligini o'tirib qo'ydi. Ve şundaqla bu Uyghur qul emgek meselesininki kengri tonulushi uchun ijtimoiy jamiyatlarda ve şu qaror chiqaruvchilarga xizmatlarini davom qilayotganligini, jumladan bu Uyghur qul emgek meselesiningki qandaq murakkab ve qatlam mevcut bo'lgan bir ig'ir bir masala ekanligini tonishtirish, şu ham materiallarni qizishdan tortib pishiqlab ishlash va oxirgi mahsulotni o'tirg'a mahsulotni hisob chiqish va uni setish jarayonidagi qatma-qat zanjirda mavjud bo'layotgan Uyg'ur qul emgak meselesi ve bununki chetishliq doirasininki kengri ekanligi ve bununla şu g'arb davlatlaridagi, jumladan g'arb davlatlaridagi fuqarolarninki oddiy fuqarolarninki bu chetishliq bo'lganligi, chunki bularni oxirgi iste'molchi bo'lish sifati bilan bu mahsulotlarni setib olsa, u mahsulotlardan hosil bo'lgan iqtisodiy kirim bilan Xitoy hokimiyatininki Uyg'urlarga bo'lgan zulmininki davomlashtirish uchun iqtisodiy asoslar yaratib berganligi va shundaqla Xitoy korxonalarininki bu yerdan davomli foydalanayotgan Xitoy korxonalarininki yana bu Uyg'ur qul emgakini ishlatishga sabab bo'lganligini bu yerda bayon qilib o'tdi. Uyghur qul emgekininki Yevropa İttifaqı doirasida keng ko'lamda cheklanish uchun qonunni asoslanqa ehtiyojli bo'lganligini eskartdi. Jumladan Yevropa parlamentininki bu yangidan qonun chiqarishi ve qonunda qattiq moddalarniki bo'lishi uchun bu yerda lobby faoliyatlarini jonliq aylantirib atganligini eskartib o'tdi. Thank you, Helen. I think that was really a very strong overview indeed of the forced labor regulation and what we here in Brussels have been trying to achieve there. You talk about, for instance, specific aspects of this legislation that you like to introduce. Kun efendi, Amerika hükümetininki, Amerika parlamentininki oturga koygan Uyghur qul emgekini cheklash qonuni ve şundaqla Yevropa İttifaqıninki növbette oturup koymakçı ve tasdiqlamakçı, qarorni almakçı bo'lgan qul emgek cheklash haqidagi qonun nizomlariniki qancha farqi borligi, Uyg'ur qul emgak cheklash uchun qanday rol bo'lganligi haqida bir savol so'radi. Helena Hanım dedi ki bu ikkili yani Amerika'daki maxsus Uyghur qul emgakini cheklash qonuni olsun yoki Yevropa İttifaqida navbatda o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan va navbatda jiddiy talash qilayotgan Yevropa İttifaqı bo'yichadagi universal qul emgakini cheklash qonunininki har ikkilisi Uyg'ur qul emgakini cheklash uchun foydali bir vaziyatni yaratadi. Like the US, but also like a region like the EU can actually have the political will and the political courage to actually go against China on this specific issue. And that it's an ethical and a human rights concern that everybody should share, and therefore there's no reason why we should hide ourselves behind, Yevropa, Amerika'nınki elbette Amerika oturup koygan bu Uyghur qul emgakini cheklash qonuni
mushu masala haqida aniq bilgan dadil va jonliq va boshlamchi bir qadamlarning birisi bo'ldi. Bu qarorniki o'tirg'i chiqishi bilan Uyg'ur qul masalasiniki naqadar bir ig'ir va jiddiy bir masala bo'lganligi dunyoda to'nitilgan bo'ldi va bu dünyanınki başka tarafında cümleden Avrupa İttifakı'da bu kul emgek meselesininki bütün insan hakları meselesininki meselesi geçirildiğin nayette mühim bir işgallikini eskertti ve şundakla bu haqda bir kanun layihəninki oturğu çıxışınınki nayette mühim işgallikini oturup koydu. Elbette Avrupa'da oturuğu koyulgan ve Avrupa'da növbette detalaş qıvaqqan patiqında karar ilinmoqchi bo'lgan universal qul emgekka qarshi qonun loyihasi nuqul Uyg'ur qul emgekini cheklash bilan qartilmaydi. Meylanga ma'lum dunyoda qul emgek masalasi faqatlam Uyg'urlarga chetilmaydi. Albatta Uyg'ur qul emgek masalasi kuchliq naydi boshqa dunyodagi boshqa yerlarda mavjud bo'layotgan Uyg'ur qul emgek boshqa mavjud bo'layotgan qul emgek masalasi qilishdigan vaqtda alohida taraflari bor. Chunki bu yerda Xitoy hokimiyati bu Uyg'ur qul emgekini tashabbus qilayotgan, majburlayotgan, ya'ni Xitoy davlati keyinda turib nim qilayotgan, keng ko'lamda yurgizayotgan bir hodisa. Lekin Avrupa İttifakı'nınki kanuninki fokusu nuqul Uyg'ur qul emgeklar bo'lmasdan balkim butun dunyoda mavjud bo'layotgan, masalan bu Afrikadagi Kobolt kaldırda kichik bolalarninki majburiy qul emgekka ishatish, demak butun dunyoda universal saqlanayotgan shundoq Uyg'ur saqlanayotgan qul emgek masalasida muhim bir cheklash tadbirini o'tirib qo'yadigan ahamiyatli bir qonun bo'lib o'ylab tushunaman. And indeed, I think this is also really pointing to the fact that I guess international coordination and cooperation. Kun Efendi dedi Şimal Amerika tarafta bu qul emgekni cheklash uchun albatta o'tirib qo'yilayotgan qonunlarda Yevropadan biroz farq ekanligini ko'ryapmiz. Masalan, Kanada, Amerika va Meksika o'rtasida aloqador qonunlar, aloqador nizomlar bor. Albatta buni universal bir qul emgekni cheklash qonunlarni chiqarish bir muhim bir tarafi masalaning hal qilishgan, lekin ayni zamanda davlatlar o'rtasidami qul emgeklarni cheklash davlatlar o'rtasidami qul emgekni cheklash Started with the visit to China of the former High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, and the publication of the report of her office at the last hour of her mandate in August. I'd like to turn to Raphael now, asking you how you have assessed the role of High Commissioner Bachelet, both in the context of her visit as well as the report. And so far, do you see any changes with the new High Commissioner focused in Xalqaro inson haqlari yordam va hamkorlik tashkilotininki xodimi Rafael Efendi bu masalaga nisbatan o'zininki fikrini o'tirib qo'ymoqda. In saying that it was a disappointment. It was definitely a disappointing visit in a lot of different ways. Like, it's been a long time that we had not had a visit by a Commissioner of Human Rights to China. It was very disappointing, the lack of strong public diplomacy from her side in terms of the statement that she issued at the end of her visit. In particular, given the political cost of that visit and how that much that would benefit Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Baş Komisarı Başlat Hanım'ınki bu Uygur
Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi tayyorlagan dokladni izchil keyniga suyganligi haqidagi o'zining his qilgan nuqtalarini o'tirib qo'yyotidi. Bu xonimniki bu masalani bundoq keyniga suyganida Xitoy hukumatidan bu Uyg'urlar masalasi haqida bir tekshirish imkoniyatlarini shu yerga borib tekshirish olib berish imkoniyatlarini umid qilganligi, lekin bu umidlarniki oqibatda ko'pikka aylanganligini Xitoy hukumatiniki buningga vatanga Uyg'ur diyoriga Sharq Turkistonga borib ziyorat qilish imkoniyatini yaratib beradigandan iborat yolg'on vaziyatni yaratib o'tirliqda o'ynaganligini xalqaro jamiyatninki Uyg'urlarga bo'lgan vaziyatni mana mushtaq vaqtni keyniga so'zash taktikasi orqali xalqaro jamiyatninki Uyg'ur masalasiga, Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lgan diqqat e'tiboriniki sustab qolganligini kutgan. Bu yerda unda bo'lmadi. Rectification remarks while her trip was ongoing. I think there was of course a very strong beauty of the visit, a very strong criticism of the visit because of this. I think this pointed to the lack again of strategy and of understanding of what the outcome could be, and on the inconsistency that did effectively her office. Xitoy hakimiyeti bu Birleşken Devletler'in teşkilatına ibaret mühim bir sahnedən faydalanıp özününki bu Uyghur qırğınçılığını oqlash yolida ciddi tirişçiliklarını ko'rsatdi. Bu yerda Xitoy hakimiyeti o'zining siyosiy, iqtisodiy va strategik kuchidan foydalanib o'zining keyniga texmi jiq davlatlarni ilib Uyg'urlar haqida chiqmoqchi bo'lgan qarorlarni oldini to'sish, boshqa davlatlarniki tili orqali Uyg'ur qirg'inchiligini oqlash va shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyghur meselesi hakkında çoğun bir bölünüş şeklindiğen insan haklarını qoğdaydigan, himoya qiladigan davlatlar bir guruh insan haklarını ezidigan, zulm qiladigan davlatlar yana bir guruhga bo'lib shaklindigan shundaq cho'ng bir bo'linishni keltirib chiqadi. Elbette Bahçeli Hanım'ın rehberlik vaqtida Uyghur meselesini tutkan bu pozisiyasida Xitoy hukumatidan umid kutish bu meselede Xitoy hukumatiga yo'l beradigan mushtaq ahvollar saqlandi. Lekin bu inson haqlari masalasida Uyg'ur inson qirg'inchiligininki izchil holda dunyoninki muhim bir kun tartibiniki kutib turishi, Uyg'ur tashkilotlari va shundaqla Uyg'urlarni himoya qiladigan tashkilotlarninki, xalqlarninki jiddiy xizmat qilishi va shundaqla jumladan men turayotgan shu Jenevadami Dunyo Uyg'ur qurultayininki izchil ilib borayotgan xizmatlari, uningki ko'rsatgan tuhfalari, bu masalani keyinda ching turishi va shundan boshqa davlatlarninki bu masalani qo'llash bilan Xitoy hokimiyatiniki Birleşken Devletler'deki teşkilatidagi bu Uyg'ur meselesi, Uyg'ur qirg'inchiligini oqlash tirishchanligi o'ngsizliklarga uchrab kelmoqda. An issue of very selective work with extremely strong findings. And again, it's important to note a report that was not mandated by the Human Rights Council, which is what traditionally happens here. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonu'ndaki yeni saylangan mas'uli komissarı Uyghur meselesi hakkında Uyghur qirg'inchiligi haqida savodga ega bo'lgan, Uyghur qirg'inchiligi haqida o'ziniki rasmiy bayonotlarda bo'lsin va yoki xizmatlarda bo'lsin muhim bir kun tartib sifatida bo'lgan bir kishi. Bu yerda Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonida burunqi raisligida saqlangan ba'zi masalalarniki yangi rais saylangandan keyin almashgandan keyin bu yerda masalalarniki yaqin bir qadam yaxshi aniqlanish uchun bir qadam otilganligiga ishonaman. Kun apandi Xitoy hukumatini I think it's still a very significant development and one that we of course described in detail in the annual report. I'd like to ask you, Rafael, what did the failure to pass
Kun efendi bu Xitoy hokimiyatiniki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ibaret bu muhim sahneden faydalanıp ilip borayotgan ta'sir o'tkazish harakatlari haqida buningki xalqaro jamiyatlarning inkas haqida savol so'radi. Rafael efendi haqiqatan Xitoy hokimiyatiniki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ibaret bu muhim sahneden suiiste'mol qilib o'zininki iqtisodiy va siyosiy ortiqchilikdan foydalanib Birleşken Devletler Teşkilatı'na bo'lgan a'zo bo'layotgan davlatlarga bisim ishitish, pora berish va shundoqla boshqa xil yo'llar tahdid orqali bu davlatlarni Uyg'ur qirg'inchiligini oqlashga yordam qilishi, mushlarninki ig'zi orqali Uyg'ur qirg'inchiligini rad qilishi, Xitoydagi inson haqlari defenderchiliklarini chiroyli ko'rsatishi qarta harakat qilmoqda. addressing the situation in China. One of the permanent members of the Security Council, so a major power. And it was the first resolution presented at the Human Rights Council that addressed the human rights situation in China since the creation of the Human Rights Council in 2006. So the text was not sufficiently ambitious. It didn't call for Bu yerda kishini haqiqatan ümidsizlantirdigini shu Xitoyninki keyinda tug'an Uyg'ur qirg'inchiligini Xitoyninki oqlashiga aktiv yordam qilayotgan musulmon davlatlari bo'lib qilyotidi. O'zininki Uyg'urlar bilan birga o'xshash bir e'tiqodga ega bo'lgan qaramay Qatar, Saudiya Arabiston va shunga o'xshaydigan davlatlar Indoneziya, Qatarga o'xshaydigan davlatlarningki Uyg'urlarningki Birleşken Uyg'ur qirg'inchilik haqida Birleşken Devletler Teşkilatı'da tekshirish olib berish va Xitoyni ayblash olib berish va shundoqla bu yerda amaliy boshqa qadamlarni olib berishdan iborat muhim qaror chiqaradigan masalalarda Xitoy hokimiyatiningki bu davlatlar Xitoy hokimiyatiga izchil siyosiy jihatdan yordam berib kelmoqda. Bu haqiqatan kishini to'liq ümidsizlantiradigan bir ahvol. not only by avoiding Oşlarnınki yardım bo'lg'achqa Birleşken Devletler oşlarnınki Xitoy qilgan yordami tufaylidan Uyg'ur qirg'inchiligini Birleşken Devletler Teşkilatı'da yana bir daraja bir muhim bir kun tartibga ko'tarish bu haqda qarorlar olib berishdan iborat muhim bosqichlarda jiq o'ngsizliklarga uchrayotidi. we were, I think that's important to know that we were at a very close margin of winning this. And I think this allows me to shift perhaps a little bit more to positive, which is, and the nuance, which is that, again, it was the first time ever we had a resolution on the Human Rights Council. And this allowed to put the responsibility. Lekin bu yerda butunlay umidsiz ketishga bo'lmaydi, chunki burunqi vaqtlardagi ahvollarga surishtiradigan bo'lsak, Xitoydagi inson haqlari masalasida, Xitoydagi inson haqlari masalasida masalani tilga oladigan, ular haqida e'lon qilingan qarornomalarga va yoki tadbirlarga imzo atadigan davlatlar burun bak ozdi. Lekin hozir bu Birleşken Devletler Teşkilatı'da bu dünyadaki nurg'un krizislarninki bir muhim sebepleri sifatida inson haqlari defenderchilikleri keng tonilishga boshlanmoqda. Ya'ni bu dunyodagi inson haqlari masalasi defenderchilikniki ig'irlishi kundan kunga kelishi bilan davlatlar o'rtasida so'qishlar bo'layotidi, ocharchiliklar bo'layotidi, ko'chmanlar to'lqini ko'tarilyotidi. Bu masala mushtaq dunyodagi muhim bütün insoniyatni endişelendirdiğin meselelerge şundaq narsa sebep bulup şunun için bir yerde devletler arasında mı bu insan hakları meselesi, insan haklarına hürmet qilish, qo'g'dash ve ona ega chiqishning muhimligi kun sari bilinmoqda. Navbatgi vaqtlarda qaraydigan bo'lsak, bu Xitoyni ayblaydigan, tanqidlaydigan, Xitoy haqidagi Xitoydagi inson haqlari masalasini tilga oladigan qarornomalarda imzo atadigan davlatlar garchi oz bo'lsa-mu burunga qaraganda ko'paymoqda. There's room still to work, and there's room still to leverage the principal positions of other governments worldwide. I fully agree, and I think it's interesting to kind of discuss these pros and cons, or these achievements and the failures at the same time, and then to see that indeed it's not either or, it can be both, and there can also be new insights
insights that we gather from these Kun Efendi növbette Dünya Avrupa Kurultayı program baş müdiri Zümrüt Ayxan'ın sözüge teklif kıldı. Dünya Avrupa Kurultayı'nınki Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uygur meselesini mühim bir gün tertipke ekleş yolunda yıllardan beri nihayet çok Türkçelik kösekkelliklerini, bununki az olmayan neticelerini kolu keltirgenlikini ve şundakla Birleşken Devletler Teşkilatı'daki bazı ahvallarınki kişine ümitsizlendirdiğin bir ahvalda bolsunmu, lekin bir yerde kurultayınki özününki tirişçiliğini, davamlıq qıvaqqanlığını ve bu haqda özününki his qanlıqları hakkında özününki göz qarashını oturup qo'yishni talab qildi. Zümrət Ayxanım Zümrət Ayxanım cümleden bu xalqaro insan hakları mülazimet ve hemkarlık teşkilatınınki müdiri Rafael Efendi'ye okşaş şu Uygur meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki ikinci mühim merkezi olan Cenevre'de izchil qo'llab kelayotgan Uygur meselesininki Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki sahnasida bir mühim bir kun tartib sifatida tutib turishga hamkorlik qilayotgan tashkilotlarga bo'lgan rahmatini va hurmatini ta'kidladi. Zümrət Ayxanım bu Uygur meselesi hakkında emas, belki xalqarada mevcut bulup her xil çoğun meselelerde devletlerindeki şu meselelerge tutukan pozisiyasının özgürtüşününki ne kadar ters bir cereyan ekanligini oturup koydu. Bu hizmetlerini Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Uygur davasını ilip bir jarayonda özününki ve Dünya Avrupa Kurultayı'nınki yoluqqan her xil qiyinchiliklarga, qirg'inchiliklarni tilga ilib o'tdi. Jumladan Xitoy hakimiyetininki bu Uyg'urlarninki Birleşken Devletler Teşkilatı'na kirib Uyg'urlarning ovozini anglashninki oldini olish uchun nihoyatda rasvolarcha tadbirlarni qo'llanganligini jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı'na Uygur vakillarininki kirish haqqini cheklash uchun nurg'unlagan o'yinlarni o'ynaganliklarini, hattoki Uygur vakillarine jumladan Dünya Avrupa Kurultayı'nın reisi Loqin Esa Efendi'ni terörçülük bilan ayıplab Birleşken Devletler Teşkilatı'na kirgan vaqtida yoki kirib bo'lgandan keyin saqchilar tutib aktilgan ve Uygurlar vekilleri ahvallarni meydanga chiqishi uchun Xitoy hakimiyeti işte o'yinlarni o'ynab Uygur vekillerininki so'zlash imkonini bermaslikni ilib qildi. Onun boshqa Dünya Avrupa Kurultayı'ninki Birleşken Devletler Teşkilatı'da söz qilish imkoniyatini yaratib berayotgan tashkilotlarga besim qilish, ularni ayplash, ularga yolg'on so'kash, ularga qora so'kash qatarlıq her xil qatarlıq tədbirlər bilan Qurultayınınki Dünya Avrupa Qurultayınınki Birleşken Devletler'e kirish imkoniyatini amaldan qaldırış üçün tirişçilik göstərildi ve şundaqla Dünya Avrupa Qurultayı vekilleri Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki mühim sorularda, mühim sahnelerinde, mühim yığınlarda söz ağa vaxtida Xitoy vakilleri nihayet yolsuzluklarca bir yerde ularning sözünü bölüp ularga söz qilish imkoniyati bermay Uygur xalqininki dertlerininki shundoq mühim sorularda Uygur vakilleri orqali anglatish imkoniyatini yo'q chiqarish uchun jiq urinishlarni yapadi. Lekin shunday urinishlarning bo'lishiga qaramay Dünya Avrupa Kurultayı har xil yo'llarni tepib Xitoy hakimiyetini Şarkı Türkistan'da yüz berayotgan Uygur yüz berayotgan irqiy qirg'inchiliklarni anlatish, dunyo jamoatchiligini oldida anlatish ve shunday qilish orqali Xitoyninki Uyg'urlar qirg'inchiligini oqlash haqida qilayotgan yolg'onchiliklari, kazobligini yo'lida dunyo jamoatchiligininki dunyo siyosiy sahnasida bilinishi uchun shunday muhim so'rinlardan, fursatlardan foydalanib keldi.
humanity, and I think this has also really fueled the debate whether China's policy against the Uyghurs constitute crimes against Kun Efendi bu Uyghur irqiy qirg'inchiligininki bir isbotlanishi va buni xalqaro tanilishi va xalqaro davlatlarninki e'tirofiga ilinishi haqida Dunyo qurultayiniki nurg'un tirishchilik ko'rsatganligini eskartish bilan birlikda yana Uyg'ur sot mahkamasininki Londonda elib berilgan Uyg'ur sot mahkamasininki shu betaraf holda 100 ming batdan ortiq isbotlarni ko'zdan kechirish, nurg'unlagan shohidlarninki guvohligini anglash va shu orqali xalqaro qonun o'lchamlar bo'yicha adil bir sud olib berib, Uyg'ur qirg'inchilikdan iborat bu jinoyatninki turg'izish uchun ko'p kuch chiqarganligini va uni ahamiyatini so'zlab o'tdi va shundoqla Cumhuriyet Aya Hanım'ınki program mesulü bo'lish bilan bu Uyghur sot mahkamasininki xizmatlariga ko'rsatgan töhfeleri xizmatlari haqida so'zlab berishni talab qildi. Cumhuriyet Aya Hanım Dunyo qurultayiniki bu Uyg'ur qirg'inchiligininki nihoyatda bir ahamiyatlik bo'lganligini har xil nuqtalardan so'zlab o'tmoqda. Jumladan Uyg'ur qirg'inchilik bu Uyg'ur sot mahkamasininki adil, tamamen xalqaro adil sotlash tartib bosqichlari bo'yicha xizmat qilib olgan bir sot bo'lganligini, buni o'zininki bütün sot jarayonlarini xalqaro bilan o'rtoqlashish, bu shohidlarninki so'zini anglash va uni butun dunyo bilan o'rtoqlashish va shundoqla bu dunyodagi yana Uyg'urlarning gapini anglamasdan balki bu masala haqida tekshirish olib borgan, o'ziniki mustaqil bir tekshirish olib borganligini, bu Uyg'ur masalasi haqida tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilarninki, ya'ni Uyg'ur bo'lmagan tadqiqotchilarninki bu haqidagi ko'z tutishlari va bu haqidagi olib borgan tekshirishlarninki natijasini diqqat e'tiborga olganlik, hattoki Xitoy hokimiyatining bu Uyg'ur qirg'inchiligi haqida uninki maydonini ilish fursatini berganligini, lekin Xitoy hokimiyatiniki buni bu yerda chunki o'zi jinoyat o'tkazganligi uchun ko'ngliga nihoyat aniq ayon bo'lganligi uchun bu sot mahkamasini o'zini qochirganligini eskartib o'tdi. Bu yerdagi bu qirg'inchilik degan gapninki mundoq oson chiqqan, ya'ni bir yesibi gap, yesibi yakun bo'lmasdan balkim bu xalqaro qonun o'lchamlar bor, jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikni oldini olish va to'xtatish ahdnomasiningki belgilangan moddalar bo'yicha, modda bo'yicha buni tekshirish olib berish paketlar orqali turg'izilgan nihoyatda kuchli bir qonun yakun bo'lganligini eskartib o'tdi. Va bu Uyg'ur sot mahkamasininki yakunininki bu davlatlarninki Uyg'ur qirg'inchiligi haqida Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish qarorini turg'izishida matbuotlarninki Uyg'ur qirg'inchiligini haqida ilib borgan xabar tashviqotlarida va shundoqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa Uyg'ur tashkilotlarininki o'zlari turishliq davlatlarda Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilg'izish, davlatlarninki va siyosatning qo'llashini qo'lga keltirish yo'lida ishlatgan muhim bir isbot omili sifatida qo'llanib keldi va buning ahamiyatini shu orqali ko'rilishga bo'ldi. Kun Efendi bu Uyg'ur qirg'inchiligininki Uyg'ur qirg'inchiligininki Uyg'ur sot mahkamasininki Uyg'ur qirg'inchiligi uchun bir adolat talab qilgan muhim bir so'rinninki eng oxirgisi bo'lib qolmaydiganligini, xalqaroda bu Uyg'ur qirg'inchiligiga to'xtatish,
Uyg'urlarga adolat Uyg'urlarga adolat talab qilish yo'lida nurg'unlagan qadamlarni beslayotganligini va bu Uyg'ur qirg'inchiligininki aman bir kuni bu xalqaro davlatlar o'rtasidagi muhim sotlarda talab davo ochildiganligini va Xitoy hokimiyatininki jazoga tortilganligi va Uyg'urlarninki adolatga erishdiganligiga bo'lgan ishonchisini so'zlab o'tdi. Va yig'inninki oxirgi minutlarda bu yig'inda qatnashgan mayli bu to'rda bevosita qatnashayotgan yig'in suhbat rayonining ichida va yoki to'rdan qatnashayotgan ko'pchilikninki savol so'rash imkoniyati borligini eslatdi va savollarning so'ralib bo'g'icha Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi To'lqin Isa apandininki bir qancha xulosani anglashni talab qildi. Particular achievements that you would like to reach this year? Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi To'lqin Isa apandi Dünya Uyg'ur qurultiyininki Birleşken Devletler Teşkilatı ilib borayotgan xizmatininki nihoyatda muhim ahamiyatlarini so'zlab o'tdi. Jumladan bu Birleşken Devletler Teşkilatı'da şu ikki ovozninki kam bo'lish bilan bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki Birleşken Devletler Teşkilatı'da muhim bir kun tartibga ko'tarilishdan iborat bu taraqqiyotninki oldiniki to'silib qolganligini, Uyg'urlarninki taqdiriga munosabatlik nihoyatda muhim ahvollarda Birleşken Devletler Teşkilatı'da ilib borilgan qarorlarda bu Xitoy hokimiyatininki ilib borayotgan boshqa davlatlarga ta'sir ko'rsatish, boshqa davlatlarni majburlash taktikasininki keltirib chiqqan yomon oqibatlarini bu yerda eskartgan bo'ldi va shu orqali bizningki texnik kuchimiz, bizningki texnik davlatlarninki istoshligini qabul qilish, texnik davlatlarninki Uyg'urlarni bir ovoz bo'lish sifati bilan Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'ur meselesininki bir muhim bir kun tartib sifatida turish uchun qo'llashga ega bo'lishning nihoyatda muhim ekanligini yana bir qitim eskartgan bo'ldi. Ve bu haqda Dünya Uyg'ur qurultiyininki bu Birleşken Devletler Teşkilatı ilib borayotgan xizmatlarini, lobichilik faoliyatlarini texnik kuchaytirganligi, bütün texnik ko'p davlatlarninki Uyg'urlarga bo'lgan islashligini qo'l keltirish yo'lida tirishchilikni ilib borganligini berdi va shundaqla bu Uyg'urlarga adolat talab qilish yo'lida Uyg'ur sud mahkamasininki sud mahkamasini yana dunyoninki boshqa davlatlik sudlarda mavjud sudlash imkoniyatlaridan foydalanib Xitoy Uyg'urlarga adolat talab qilish yo'lininki ilib borayotganligini o'tirib qo'ydi. Jumladan Dünya Uyg'ur qurultiyininki Argentinada Xitoy hokimiyatiga qarshi sud ochganligini, bu sudninki navbatda tayyorlik xizmatlarininki ilib borayotganligini va bu yaqinda Argentina davlatining sudida Xitoy hokimiyatini, Xitoy davlatini sudga tortganligini so'zladi. Onundan başqa yana bu Uyghur Dünya Uyg'ur qurultiyininki muhim bir vazifelerining birisi bu yilqi bütün dünyamızda yer shari xarakterli har xil krizlar yuz bermoqda, ko'chmanlar krizisi, Ukraina urush krizisi va yaqinda mana Sudanda ko'rilgan yana bir yangi so'qashlar Uyg'ur masalasiningki dunyo kun tartibidan chiqib qilish sebep bo'lgan cho'ng o'zgarishlar yuz beryapti. Bu shunday krizislarning oldida Uyg'ur qirg'inchiligidan iborat muhim bir masalaninki ichinishliq bir masalaninki insoniyat cho'ng bir insonparvarlik bir krizisninki kun tartibidan chiqib qolmaslik uchun Dünya Uyg'ur qurultiyi bu yilgi xizmatininki muhim vazifasini sifatida bu yerda o'zining tirishchiligini beryapti. I think this is what we're doing
actually came back from the parliament, meeting with different parliament members. Dünya Uyghur qırğınçılığı Uyghur qırğınçılığı Dünya Uyghur Kurultayı başlıq Uyghur təşkilatlarınınki nəhayət yaxın maslaşıb yaxşı və önümlü xidmət qilish nəticəsində xalqaranınki kun tərtibində elbette mühimlik derecesi vaxtının əksib özgürüp turbatı, lekin xalqaradaki mühim bir kun tərtib sübtide oturuda tutmaqda, məsələn, yaqında elib birilgan dünyadaki en güçlük sanoatlaşgan 7 devletninki devlet rehberleri yığınında bu Uyghur qırğınçılığı hakkında Uyghur qırğınçılığı tilg'i ilindi ve şundaqla bu şundaqla sanoatlaşgan 7 devletninki baş Tashqi ishlar ministrligiga uchrashdimi bu masala muhim masala sifatida o'ttirg'a qo'yildi va shuning albatta bu o'zligidan o'tirg'a chiqqan bir masala bir natija emas, lekin biz shu Dünya Uyghur Kurultayı ve onun tərkibidəki barlıq təşkilatlar ve qarindaş təşkilatlar birlikte hamkorlaşıb Uyghur məsələsininki bu kun tərtibdən çıxıb qalmaslığı üçün kurashlarni qilishimiz kerak. Bu to'g'riliq albatta biz Birleşken Devletler Teşkilatı qo'lga keltirgan utuqlar ve o'ngsizliklardan tajribalarni ilib dunyoda texnik davlatlarniki qo'llashni qo'lga keltirish uchun biz yana bu Janubiy Amerikaga qarata qilayotgan xizmatlarimizni kuchaytiryapmiz. Bundan boshqa yana Uyg'ur xalqiga adolat talab qilish, Uyg'ur xalqiga Xitoy shu Uyg'ur qirg'inchiligiga oid shaxs ve hükümet ve şahslarınki hükümet xodimlari ve şahslarga jazo yurgizish bu ve shundaqla yaqinqi vaqtlarda muhim bir xalqaro temalarning birisiga aylanayotgan Uyg'ur pul emgak masalasiga chetishda Xitoy korxonalarini jazolash ve şu arkalık ularninki Uyg'urlarninki qon ter bedlige pul tepişi qon ter bedlige ro'naq tepishi ve şu arkalık Uyg'urlarga bo'lgan bu zulmniki texnik kuchayishini oldini olish uchun biz xalqarada shu shirkatlarni a'zo qilish, bu shirkatlarninki nimada Uyg'urlarning qon teri haqida qo'lga keltirgan ishlab chiqargan mahsulotlarni g'arb davlatlarida setishninki oldini cheklash yo'lida az ichish yo'llari orqali amaliy qadamlarni boshlayapmiz. Bundan bir qism yaxshi natijalar qo'lga keldi. I'm afraid we don't have time left for the other question, but I think Kun efendi növbette yığınınki ahırlaş yığının vaxtınınki ahırlaşqan plan qan vaxtını eşib ketkenligini bayan qilishdan birlikte yığınni xulosalayotdi. Xalqaro jamiyatninki Uyg'ur masalasi bo'lgan tonishiningki cho'nqilishayotganligini, Uyg'ur xalqininki Uyg'ur xalqi yozayotgan har xil masalalar, irqiy qirg'inchilik va shundoqlar qul emgak masalasiniki xalqaroniki diqqatni qo'zg'ayotganligini, amaliy qonunlarninki Uyg'ur qul emgakini cheklash qonunlarniki Amerikada va shundoqlar Yevropa ittifoqida ilib borayotganligini ve şundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyghur meselesini çördüğü asasda güçlük diplomatik ilişkilerinin bulunmaklıkını, Uygurlarını kollaydıgan devletlerinin küçüğüşünün mühim ekanligini ve bu jarayonda Dünya Uyghur Kurultayı'nın elip borayotgan tirishchanliklarni eskartish bilan birlikte eskartish orqali Kun efendi bu yig'inni bu yerda oxirlashtirgan bo'ldi. Hurmatli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar, şunun bilan Dünya Uyghur Kurultayı ninki 2022 yillik inson haqlari dokladni e'lon qilish tor yig'inni bu yerda
to'rdan imkoniyatimizning yetishicha tarjima qilib anlatgan bo'ldik. Ko'pchilikninki o'zininki qimmatli vaqtini sarf qilib bu programmani qatnashganligi va uningga diqqat e'tiborni berganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men Dunyo Uyg'ur qurultayininki Berlin ishxonasininki mudiri G'ayur Qurbon bu xatimliq bu programma orqali sizlar bilan ekran yuzida ko'rishganligim uchun nihoyatda xursandman. Albatta yig'inni ishida deyilgan butun mazmunni qobiliyatimizningki yetersizlikli tufaylidan to'liq anglatish imkoniyatiga ega bo'lamadik. Buning uchun ko'pchilikdan afv so'rayman va ayni zamanda sizlarninki Dunyo Uyg'ur qurultayiniki xizmatlariga bo'lgan ko'ngil bo'lishinglar bizga bu orqali bergan bizning xizmatlarimizga ko'ngil bo'lish orqali bergan rag'batlantirishinglar va qo'llashinglarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Bundan keyingi programmalarni texmo yaxshi elib berish, sizlarninki xalqimizningki kutgan yerdan chiqish uchun qo'limizdan kelgan tirishchiliklarni bundan keyin texmo jonlantiramiz va kuchaytiramiz. Ko'pchilikninki bu programmada bilgi bo'lganligi uchun ko'p rahmat. Hammanglarga Alloh omonat bo'lsin. Keyingi qitim programmamizda ko'rishaylik.